Yunusobodda eng zo'r kvartal qaysi deb o'ylaysiz? Men uchun 14-kvartal bo'ladi, siz uchun kommentariyada fikringizni bildirsangiz bo'ladi. Bizda shu Yunusobod 14-kvartalda 2 xonali uyimiz sotuvga chiqadi. Eng zo'r planirovka Moskovskiy planirovka bo'ladi. Xonalar sanuzellari hammasi alohida. Eng zo'ri narxi bo'ladi. Narxi 57.900 AQSh dollarda. Sunnatli kelishiladigan joylari bor. Egalarining telefon raqamini aytsangiz qoldiraman, aloqaga chiqarasiz. Endi birgalikda uy ichini ko'ramiz. Hozir qarang, podyezddan kirish eshigimiz. Bizda bu yog'imizda prixoshka, bu yoqda sovet davridan qolib ketgan stil mebel stroyini qolib ketgan. Remont ichani sredniydan sal pastroq, bu yoqda ijaraga topshirilayotgan uy. Agar ijara uchun olib, biznes uchun foydalanmasangiz zo'r variant. Oyma $300 dan ijarachilar to'laydi. Hop, qarang, bu tarafga kiradigan bo'lsa, bizda birinchi spalnidan boshlaymiz. Bu Moskovskiy planirovkalarda xonalari juda ham katta. Prixoshka koridorlari ham anchagina prostorniy. Keyin bu tarafimiz bizda zalimiz bo'ladi. Bu planirovkada balkonimiz 2/6. Oshxonadan chiqib kirsa bo'ladi, zaldan ham kirib o'tib chiqsangiz bo'ladi. Общий maydon adashmasam 58 mi shunaqa bo'ladi kvadratniy metr. Hop, bu yog'imizda sanuzellar ochib ko'rsata olmaymiz, odam bor edi. Hop, bu yog'imizda esa oshxona. Bu yoqda yana bitta o'tirib stolовый qilib foydalansangiz bo'ladi. Oshxonamiz esa bu yoq balkonga ko'chirilgan. Lokatsiya infrastrukturasi zo'r. 200 metr metro, maktab, bog'cha, parkovka, bozor, targoviy kompleks hamma narsa atrofida bor. 57.900 telefon raqami egalarini kontaktini qoldiraman. O'zlariga aloqaga chiqib kelib, ko'rib, baraka qilib ketaverasiz. Rahmat.